Rostdanmi? Ikkinchi o'rin ham unchalik yomon emas. Sizlar D toifasidasiz. Shuning uchun endi xohlagan musobaqangizda qatnashishingiz mumkin. Keyin qayerga kirasiz? Anu, hoy, Chichan. Bir muddat alohida mashq qilsak bo'ladimi? Ha? Nima demoqchisan? Hozir juftliklar ko'proq mashq qilish kerak bo'lgan vaqt. Men o'zim mashq qilmoqchiman. Xo'p. Ha? Agar shunday desang, Tatara. Ha? Nima deyapsan sen hayvoncha? Kimni hayvon deyapsan? Sen barcha ishni qizni yelkasiga tashlab qo'yyapsan. Qanday ayyor kuchuvcha. Nima qilishim kerak? To'satdan paydo bo'lish yomonmi? Fujita. Yodo-kun. 高らかに空気両手に掴んで咲き誇れ美しい人よそのままペースアップして Invisible Sensation 大胆なモーションに終始して Face to Face Bal xonasiga xush kelibsiz. 15-raqs. そして規律さ6にできなくて奇跡承知なムードですだけど精神食性の反復でやがて目覚まし永遠が近づいた気がしたすぐに変わる世界なら誰にだってチャンスはあるだろうねでもここから運命論は乱されて踏み吐いたやつから人類に指導と冷徹な仕組みねここから目指すとして一体何で見つかるかなんて考えてる時点でも夢中進行サウンド見逃すなよこの瞬間をスコープしろだから空気両手に掴んで咲き誇れ美しい人よそのままペースアップして Invisible Sensation 大胆なモーションに終始して Face to Face Salom. Kuzatish va savollar berishdan tortinmang. Bu studiyada faqat chiroyli odamlar bor va hech qanday ortiqcha suhbat yo'q. Murabbiy Marisa Hyodo qatta. Vazn orqa oyog'ingizga tushsin. Va sekin tanalaringizni ajratmang. Tez. Biroz balandroq. Nima bo'ptasan? Xo'sh, anu men ham o'zimga sherik topdim. Men unga munosib yo'l boshlovchi bo'lishga qiynalyapman. U qiz juda ham yaxshi. Shuning uchun sen tikilib qolding. Kugimiya san sherigini harakatlantirishda juda mohir. Kugimiya? Demak, bu odamlar kechagi ular yangi boshlovchilar darajasida bo'lishning iloji yo'q. Bu ikkalasi bir marta jarohat tufayli musobaqalardan chetlatilgan edi. Bu yil ular ehtimol Mikasa kubogida ham qatnashishi mumkin. Ular yaxshi. Mukammal sinxronlashtirilgan. Lekin bu g'alati. Ko'zlarim faqat Kugimiya sanga qaraydi. U sendan mutlaqo farqli raqqos bo'lishi mumkin. A? Xo'p, bugungi kunga shu. Kattakon rahmat. Voy, bugun sheriging bilan emasmisan? Yo'q. Nimaga meni ayyor deganingizga hayron bo'ldim. Shuning uchun keldingmi? Sen sheriging ortidan ergashayotganding. Shuning uchun men shunchaki fikrimni bildirdim. Buni faqat oxirgi chora sifatida qildik. O'sha vaziyatda men uni orqasidan ergashishim kerak deb o'ylagandim. Sen tushunmayapsan, shunday emasmi?
Tenpey kubogida oxirgi o'rinni egallab, hech narsani tushunmadingmi? Oddiy juftliklarda erkak odatda ayolni boshqaradi. Bu rostmi? Ularga qara. Kugimiya kun yoshligidan beri taniqli raqqos bo'lib kelgan. U sherigini ergashish borasidagi tajribasizligini to'liq qoplay oladi. Ey, bu hozirgina nima edi? Kechirasan, yana bitta. Yo'lboshchiga ergash, ahmoq. Bunda rahbarlarni yoqtirmaysanmi? Yo'q, bunda emas. Kugimiya kun, ishing tugadimi? Kiyim alishtirishingdan oldin avval bu bolaga ozgina dars bera olasanmi? Nima? U kecha yangi boshlovchilar o'rtasidagi o'yinda D toifasiga ko'tarilgan Tatara Fujita. Sen u bilan birlashib asosiy raqs yoki shunga o'xshash narsani tushuntirishini istayman. Ikkita yigitma. Nimaga hayron qolding? Bu oddiy holat. Kugimiya kun ergashishda ham yaxshi, lekin buni men qilsam bo'ladimi? A? Nima? Shizuku-chandan boshqa kimdir bilan raqs tushishni xohlashing kam uchraydi. Men Fujitaning yetakchiligiga qiziqaman. Hyodo-kun. Buni men qilaman. Kugimiya kun, sheriging yonidan joy ol. Xo'p. Xafa bo'lma. Unda emas. Tanishganimdan xursandman. Ha, tanishganimdan xursandman. Aslida, meni ham uni yetakchiligi qiziqtiradi. Hyodo-kun ham u yaxshiligini aytdi. Bo'yi uzun. U Gaju-kundan ham uzunroq bo'lsa kerak. Kugimiya kun, biroz egilib olasanmi? Aks holda Tatara yo'qolib qoladi. Kechirasan, men juda kichkinaman. Anu, tabiiy burilishdan boshlab keyin esa xohlaganingni qil. Ha. Bu odam juda uzun bo'yli va oyoqlari uzun. Shuning uchun men juda katta qadam tashlashim kerak. U javob berdi. Kiyoharu, nima uchun Tatarani yetakchiligiga qiziqding? Chunki bu yetakchilik emas. Ay, Fujita. Nima qilyapsan? Anu, yetakchi bo'lsang to'g'ri yo'l tut. Xuddi ergashayotgandek harakat qilishni bas qil. Agar raqsga tushish qiyin bo'lgan bo'lsa, uzr. Men boshlovchilikni unchalik yaxshi tushunmayman, lekin raqs hamkorlikdagi harakat bo'lish kerak emasmi? Bu nima? Hyodo qiziqqan raqqos qanaqaligini bilmoqchi edim, lekin qandoq yutqazuvchi? Murabbiy Marisa, rollarni alishtira olamizmi? Davom etishga ruxsat. Shoshma, muvozanatimni yo'qotyapman. Hozirgi figura nima edi? Xuddi avvalgidek. Men yetakchini kuchiga qarshi tura olmayman. Bu bola biz variantatsiyamizni kuzatib boryapti. Kugimiya-san sherigini harakatlantirishda juda mohir. Sherigini atrofida shundoq tebranadigan rahbar. Yaxshi demoqchimisiz? Men tushunmayapman, lekin bu odamning yetakchilik qobiliyatiga qoyil qolyapman. Qaldirg'och uslubi. Umurtqamning egilishi. Bu meni tananmasdek tuyuladi. Bu juda charchatadi. Murabbiy, bu yetarlimi? Ha, rahmat. Kettu, avtobusdan qovyapmiz. Bunchalik yaxshi raqsga tushganingdan hayronmisan? Yetakchilikni o'zi sherigingning mahoratini qoplashi mumkin.
Haqiqiy musobaqalarda hakamlarning barchasi yetakchiga qarashadi va juftliklarni baholaydilar. Dastlabki bosqichda sherikni darajasi muhim emas. Yomon yetakchilar bo'lgan juftliklar birinchi bo'lib chiqariladi. Juftlik ro'yxatidan sezmadingmi? Erkak yetakchilar sportchini ro'yxatga olish bo'limiga o'tadilar. Ayol sheriklar juftliklarni ro'yxatga olish bo'limidan o'tadilar. Raqobatchilarning raqamlari faqat yetakchilarga beriladi. Lekin bunda ayollar umuman ishtirokchi emasdek tuyuladi. Agar sen yuqori bosqichlarga yetib borsang, juftliklar umumiy ball sifatida baholanadi. Bu sherikning yo'qolib ketishi yoki ajoyib raqqosga aylanishi hammasi rahbarga bog'liq degani. Tenpey kubogidan beri o'zgarmaganga o'xshaysan. Raqs tushayotganda sherigingni markazga olish odating kabi. Bu yoqimli edi va seni shuning uchun yoqtirib qoldim. Lekin endi qizlarning orqasida yashirinib yura olmaysan. Bundan buyon menga o'z raqsingni ko'rsat, Tatarakun. Xursandchilik ifodasi bilan nafis tabassum qil. Ko'zlaring esa uzoqqa 3-qavat o'rindiqlariga qaraydi. Bunchalik g'alati kulma. O'zingdan o'zing ham harakat qilma. Nimaga bu yerdasan, Tatara? Bu qanaqa dars? Chinatsuning ayollik jozibasini oshirish kerak. Shuning uchun biz maxfiy dars o'tyapmiz. Rostdanmi? O'zini zaifligini yengish ajoyib narsa. Zaiflik deb nimani aytyapsan? Bir muddat alohida mashq qilishni xohlamaganmiding, a? Men ularni seni e'tiborsiz qoldirishiga yo'l qo'ymayman. A? Agar hakamlar sherikka qaramasa, yetakchi javobgar bo'ladi. U ko'p yillar davomida ikki tomon uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Agar yutqazsak, hammasini meni aybim deb bilishim mumkin. Shuning uchun menga ishon va menga ergash. Bu sherikka munosib yetakchi bo'lish uchun men jang qilishga tayyorlanishim kerak. Senga ishonishim mumkinmi? Endi jilovni qo'lga olishni boshlaylik. Yaponiya xalqaro raqs chempionati. Zal tobora hayajonli bo'lib ketyapti. Yaponiya xalqaro chempionati eng buyuk milliy musobaqa sifatida tanilgan. Xo'sh, bugungi raqibingiz qaysi juftlik? Blackpoolning 3-raqamli o'yinchisi Vasiliy Turukachev va 6-raqam Nero Bosko ikkalasi gapirishni bas qilasizmi? Shunchaki jim bo'l va tomosha qil. Bizning yangi boshlovchilar o'yinimizdan 2 hafta o'tdi va bir oydan keyin Sengoku-san sayohatdan qaytib keldi. Kutish xonasi. Sengoku-san! Mana ular kelishdi. Anchadan beri ko'rishmadik. Sengoku-san, kiyiming yaqindan juda ham dahshat ko'rinyapti. Juda ham erotik, to'g'rimi? Yaxshi ko'rinasan. Xo'sh, Chinatsu bilan qancha masofani bosib o'tding? U bilan shunchaki asosiy raqslarni tushunamiz. Qanday zerikarli yigit. U yerda haqiqiy Nero. Chet ellik raqqoslar bilan gaplashish biroz qiyin. Agar ular professional bo'lsa-ha. Kaname seni Turakachev qidirayotgandi, aniqda. Rostdanmi? Sengoku-san, Vasiliy Turakachevni ko'rgan borasanmi? U yaxshi raqqosmi? Dunyoda 3-raqamli lotin raqqosini tanimaysanmi? Hazillashyapsanmi? U bu musobaqada Sengoku-sanning 1-raqamli raqibi. Rostdan. U meni havaskor davrimda jahon chempioni bo'lgan. Salom, Kaname.
Senga nima bo'ldi, Vasiliy? Bu yerda senda juda dahshatli aura bor. Yaqinda hayotimda haqiqiy baxtni topdim. Men uni ilgari ko'rganimda u ancha erkakroq va oddiyroq edi. Mendan biror narsa kerakmi? Qo'rqinchli. Bu juda ham qo'rqinchli. Uni tushunmadim. Sen Gokusan, chiqish yo'li u yerda. Endi g'oliblarni e'lon qilamiz. Birinchi o'rin sohiblari Vasiliy Turkachev va Regina. Turkachev jon, love you. Gap yo'q yorvordingiz. Sen Gokusan uchun juda achinaman. Menimcha, Sen Goku juftligidan tashqari hammasi xorijlik raqqoslar. Ular hatto g'oliblikni saqlab qolganlar ajoyib. Sen Goku juftligi boshqa yapon raqqoslardan shu qadar farq qiladi. Sen Gokusan ajoyibsan. Juda ajoyib. 3-o'ringa achinishni hojati yo'q. Bu odamga dunyo bo'ylab uchish juda yarashadi. Men hali uzoqdaman. Men Hyodo ijtimoiy raqs akademiyasiga qo'shilishga qaror qildim. Biz ketyapmiz. Tamaki-sanam. Uni aytishicha, sen juda band odamsan. Shuning uchun menga doimiy ravishda dars beradigan odam topishim kerak. Chunki Ogasawara raqs studiyasi musobaqada qatnashadigan raqqoslarga dars bera olmaydi. Menga studiyaga qo'shilishga ruxsat berganingizdan keyin ham uzr so'rayman. Tatara, sen katta yoshli ayollarni yoqtirasanmi? U jodugar bilasanmi? Men hozir jiddiy gapirayotgandim. Xo'sh, Marisa murabbiy sifatida juda ajoyib. Shuning uchun hech qanday muammo yo'qligiga aminman. Biznesni to'xtatmasak hammasi joyida. Shuning uchun xavotir olma. Anu ustoz. Ay, bu og'ir. Murabbiy Marisa menga ko'proq mashq qilishni aytdi. Hamma qaravotdi. Sen Goku-sanni hatto zaldan tashqari ham. Birinchi o'rgangan narsasi bu tik turish edi. Yuragingdan raqsga tush. Hop. Bizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Men sen Goku kabi yumshoq bo'la olmayman. Chiroyli holat, to'g'ri figura va oyoq harakatlari sizga asosiy qoidalardan boshlab ballar tizimi foydasiga qanday raqsga tushishni o'rgataman. Tatarakun, yuqori tizzang kechikdi. Yelka, bel, oyoqlar hammasini bir-biriga moslashtiring.
Qani diqqatingni jamla, oyoqlaring bo'shab qolyapti. Agar yetakchi to'g'ri harakatlanmasa, sherik pozitsiyaga moslasha olmaydi. Bajarilishi kerak bo'lgan ishlar juda ko'p, shuning uchun tanam bunga dosh bera olmaydi. Har kuni qancha mashg'ulot o'tkazasan? Sen Goku-san menga uzoq masofaga yugurishni, arqonda sakrashni, qorin mushaklari, orqa mushaklar, yonbosh mushaklar va sakrab turishni aytgandi. Bulardan kamida 5 marta. Unda buni kamida 2 marta oshiraylik. Bundan tashqari asosiy va yurish mashqlari. Sen muvozanatsiz tezda o'sganing uchun biz bazadan boshlashimiz kerak. Anu, ha? Kelasi oy Shizukuda bo'lib o'tadigan Grand Prix musobaqasida qatnashmoqchiman. Hazillashyapsanmi? Bundoq katta musobaqada nima qilmoqchisiz? Lekin biz endi D bo'limidamiz. Kirish huquqiga ega bo'lish va kirish imkoniyati boshqacha. Ko'rdingmi? BCD toifasidagi o'yinlar asosiy o'yindan alohida o'tkazilayotganligini sezmadingmi? Bu degani siz hozir o'z darajangizga mos keladigan bo'limga kirishingiz kerak degani. Boshqacha aytganda Grand Prix B-klass fondan pastdagilar uchun joy emas. Bu hozir biz qatnashishimiz kerak bo'lgan musobaqa emas. Tushundingmi? Rostdan ham nima deb o'ylaganding? Sen murabbiy Marisaga aytmasdan Grand Prixga kirding. Agar men Grand Prixga kirsam, Hyodo-kun va Hanaoka-san bilan raqobatlasha olaman. Hozirgi darajamni ko'rsatib, ularni hafsalasini pir qilishim yomon. Lekin meni kutayotgan ikki kishini qoldirib, va'damni bajarmasam bundan ham yomon. Shuning uchun men Xo'sh, nima bo'lsa ham men seni sherigimman. Shuning uchun birga kelaman. 2018-yil Shizukudagi raqs sport Grand Prixsi. Shu yerdaman. Hyodo-kun, Hanaoka-san. Ester Dubbing tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Shoto, ovoz berdi Kimura. Keyingi qismda ko'rishguncha. Endi o'ylantiradigan savol. Sen Gokuni sevgilisi kim? Hongo yoki Tamaki? Keyingi qism 4 oyoqli